Assalomu alaykum. Samarqand davlat chet tillari instituti axborot xizmati tomonidan taqdim etilayotgan haftalik dayjestning navbatdagi soni. Sizlar bilan men Mashhura Shirinboyeva. So'nggi hafta davomida institutimiz hayotida ro'y bergan eng muhim yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Dasturimizni ajoyib xushxabar bilan boshlaymiz. 27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida Samarqand davlat chet tillari instituti rektori professor Bahodir Xoliqov 2025-yilning birinchi yarim yilligi davomida Xalq so'zi va Narodное слово gazetalarida e'lon qilingan eng yaxshi maqolalar tanlovi doirasida chop etilgan dolzarb mavzulardagi maqolalar uchun diplom bilan taqdirlandi. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan tadbirda diplomni Xalq so'zi va Narodное слово gazetalari bosh muharriri O'tkir Rahmatov, Samarqand davlat chet tillari instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Otabek G'aybullayevga tantanali ravishda topshirdi. Samarqand davlat chet tillari institutiga Xitoy Xalq Respublikasi Ta'lim vazirligi huzuridagi Xalqaro Xitoy tili ta'limi fondi prezidenti Yanbey janoblari rahbarligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Institutning xalqaro aloqalar bo'yicha mas'ullari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Samarqand davlat chet tillari instituti qoshidagi Konfutsiy instituti faoliyatini yanada rivojlantirish, keng ko'lamdagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish va ikki tomonlama hamkorlikni yanada yuksaltirishga qaratilgan vazifalar belgilab olindi. Italiyaning Perugia xorij tillar universiteti rektori professor Valerio De Cesaris janoblari boshchiligidagi delegatsiya Samarqand davlat chet tillari institutiga tashrif buyurdi. Mehmonlar va institut rektori Bahodir Xoliqov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda yaqin kelajakda hamkorlikda amalga oshiriladigan loyihalarni amalga oshirish masalalari kelishib olindi. Shuni ta'kidlash joizki, Perugia xorij tillar universiteti va Samarqand davlat chet tillari instituti o'rtasida 2024-yildan boshlab talabalar va o'qituvchilar almashinuvlari amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilning may oyida Perugia xorij tillar universitetining 3 nafar professorlari Samarqand davlat chet tillari institutida bo'lib tashkil etishdi. Iyul oyida esa Samarqand davlat chet tillari institutining 2 nafar italyan tili o'qituvchilari malaka oshirish maqsadida 6 nafar talaba esa stajirovka o'tash uchun Perugia xorij tillar universitetiga yuborilmoqda. Tashrif doirasida italiyalik mehmonlar tomonidan institutning italyan tili o'qituvchilari va talabalari uchun seminar trening tashkil etildi. Xitoylik abituriyentlarga institutimiz to'g'risida taqdimot tashkil etildi. Samarqand davlat chet tillari institutida xorijlik abituriyentlarni jalb etish maqsadida xalqaro hamkor tashkilotlar bilan birgalikda turli tadbirlar tashkil etilib kelinmoqda. Jumladan, Xitoy Xalq Respublikasining maktab bitiruvchilari institutiga taklif etilib, ular uchun taqdimot va uchrashuvlar o'tkazildi. Tadbir davomida Samarqand davlat chet tillari institutining Xitoy Xalq Respublikasi ta'lim muassasalari bilan hamkorlik ishlarini boshlantirish hamda abituriyentlarni jalb etish bo'yicha maxsus vakili Shinjon Uyg'ur Savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari janob To'yirxon Silamuga institut rektori Bahodir Xoliqov tomonidan ishonch yorlig'i topshirildi. 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan Samarqand davlat chet tillari institutida bitiruvchilar uchun tantanali tadbir tashkil etildi. Yillar davomida o'qish va izlanishlar, mehnat va fidoyilik bilan o'tilgan talabalik yo'li nihoyasiga yetdi. Bitiruvchilarga rasmiy diplom topshirish marosimi eng quvonchli lahzalarga boy bo'ldi. Samarqand davlat chet tillari instituti rektori Bahodir Xoliqov bitiruvchilarga bugungi ayyom bilan qutlab, ularning keyingi o'qish va ishlariga zafar tiladi. Samarqand davlat chet tillari instituti Yevropa ta'lim sifati agentligidan institutsional akkreditatsiyadan o'tgani haqida oldin xabar berdi. Mazkur akkreditatsiya institutning ta'lim, boshqaruv va ilmiy faoliyati xalqaro standartlarga javob berishini tasdiqlagani bilan ahamiyatli bo'ldi. Shuningdek, Samarqand davlat chet tillari instituti diplomi butun dunyo miqyosida tan olinadigan xalqaro grantlar va dasturlarda ishtirok etish, talabalar va o'qituvchilar almashinuvi, bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish borasida ham keng imkoniyatlar eshigini ochadi. Bitiruvchilarga diplom topshirish tadbiri davomida Samarqand davlat chet tillari institutiga Yevropa ta'lim sifati agentligi tomonidan akkreditatsiyadan o'tganligi to'g'risidagi sertifikatni tantanali topshirish marosimi ham bo'lib o'tdi. Bugungi kun nafaqat bitiruvchilarning yutuqlarini tantana bilan nishonlaydigan, balki ular hayotidagi yangi bosqichga yo'l ochadigan unutilmas kun bo'ldi. Dilrabo kuy va qo'shiqlar tadbirga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Bizda sport xabarlari. Samarqand davlat chet tillari institutida sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, sportni keng ommalashtirish maqsadida professor o'qituvchilar va ishchi xodimlar o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha rektor kubogi musobaqalari tashkil etilganligi haqida xabar berilgandi. Murosasiz bellashuvlarga boy bo'lgan mazkur musobaqada institut, fakultet va bo'limlaridan shakllangan jamoalar o'zaro kuch sinashishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra, birinchi o'rinni rektorat jamoasi qo'lga kiritdi. Ikkinchi va uchinchi o'rinlar sharq tillari hamda ingliz filologiyasi va tarjimashunoslik fakultetlarining futbol jamoalariga nasib etdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.